Maxsus tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan hududlarda aholi salomatligi va ekologik muhitning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan reyd tadbirlari davom etmoqda. Toshkent viloyatida o'tkazilgan nazorat tadbirlari bilan mavzuni davom ettiramiz. Ekologik barqarorlikni ta'minlash, atmosfera havosiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillarning oldini olish maqsadida Qibray tumani hududida joylashgan issiqxona xo'jaliklarida navbatdagi reyd tadbirlari olib borildi. Unda ko'mir yoqilg'isidan foydalanayotgan issiqxonalarda ekologik talablar asosida filtr qurilmalarining mavjudligi va ularning ishlash holati ko'zdan kechirildi. Qibray tumanida mana 144 ta issiqxonamiz mavjud. Shundan 45 tasi ko'mir mahsulotidan foydalanadi. Obod mahallasida fuqaro Aziz Qosimga tegishli bo'lgan issiqxona temperatura 13 gradusdan tushmagani uchun bular hozir ishlatmayapti. Madaniyat, O'nqo'rg'on mahallalaridan o'tib keldik, bironta issiqxona yoqqan holatni ko'rmadik. Agar ishlaydigan bo'lsa, filtrlari bor hammasini. Filtrni qo'shib ishlatyapti. Sentyabr oyidan buyon ogohlantirish xati, talabnoma, keyin Bosh prokuratura bilan komissiya tuzilib birgalikda kelib, o'rganib, hammasi tushuntirishlari olib borilib, qonuniy hatto kelganimizda ishlatmagan filtrlar bo'lsa, qonuniy chora ko'rib ketganmiz. Issiqxona egalariga faoliyati davomida havo ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha amaldagi talablarga qat'iy rioya qilish zarurligi eslatib o'tildi. Bundan asosiy maqsad aholi uchun sog'lom ekologik muhitni ta'minlash hamda jamiyatda ekologik madaniyatni oshirishdan iborat. Axborot 24 dan o'rin olgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Hozir esa menimcha ko'rsatuvi efirga uzatiladi. Bizdan uzoqlashmang.